eshakka beryapti degandek o'zi bir tushunchada bo'layotgan odamlar. U rivoyatimi shunga to'g'ri keladigan narsa asli. Ammo bu yerda undaq bir narsa yo'q. Alloh taolo insonni itoat qilish uchun, o'ziniki qonun prinsiplariga itoat qilish uchun insonni yaratgan bo'lsa, ya'ni Qur'oni Karim zoti ashtaq deylik, u inson Alloh taolo Qur'oni degan bo'yicha u Alloh taoloniki qonun prinsiplarining o'ziga itoat qilib, shu bo'yicha ish yapmagan bo'lsa, demak u odamning qilgan ishi u odamga o'zi kepil bo'ldi degan gap. Qur'ondagi oyatlar bu masal. İnsanlarniki amali o insonlarniki o'zi insonniki insonni go'ro'ga nima qiladi degan oyatning o'zine qarshiligiga to'g'ri keldi misol. Buning asosan u rivoyatlarning hammasi xato bir rivoyatlar, ham o'zi amaliyotga hech qachon uyg'un emas. Oyatning o'zi asli go'ro degan oyat. O nima degan vaqtida Xudo payg'ambar alayhisalom zirchapanning o'zini nimadan yahudlardan ep turib uning bir narsani go'ro qo'ygan bir rivoyatlar bor. Payg'ambar alayhisalomning tarixidan bor bu narsa. U go'roga degan o'zi ani bersang mani berma degan bir narsa endi. Ben mani qo'yib qo'ydim. Agar men mani yo'q deb qo'ysam, ani sening bo'ldi degan gap. Ashna barobar bir narsani qo'yib qo'ydigan gap. Agar ani yo'q deb qo'ysak, ani bermaydi. Xuddi shunga o'xshash, o yerda bizning qilgan ishimiz, bizni go'ro'ga oldigan gap. O vaqtda qilgan ishimiz agar bizniki jannat kirishga layoqimizni to'shqatsa, demak, u bizniki jannat kirishimizga o'sha amal nim bo'ldi degan gap. Vasila bo'ldi degan gap. Olmaz bu dünyada nima uchun insonlarning o'zini yaxshi ishni qil, yomon ishni qilma deb insonlar bunday deyishga nima hojat bor? Alloh taolo kimga marhamat qilsa shu jannat kirdiki, kimga g'azab qilsa u jahannam kirdiki, bizning bu dunyoda yaxshi yomon ishlarni qilimi deb unda chaplashga hech qanday hojat yo'q-ku deb tugatsak bo'ldi uning o'zini. Undaqda Allohning rahmatidan ümidsizlanmaslik, uning rahmatidan so'rash masalasi shu. Bu so'rash masalasi u inson bo'lish sifatimiz bilan o'zimizning ojiz bir inson bo'lish sifatimiz bilan to'g'ri. Alloh meniki o'z gunohimni kechirgin va marhamat qilgin deyishimiz to'g'ri. Ammo marhamat qilgin deb lekin yetib hech qanday marhamatga loyiq ish qilmasak, u quruq gap uning o'zi. Shu Qur'oni Karim nima deydi desa, misol Sura Baqarniki qancha oyatniki nimasi aniq esimda yo'q. Hajga borganlarning o'zi shu yerda Rabbana atina fid dunya va ma lahu fil oxirat min xalaq. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Ulaika lahum mimma kasabu degan oyat bor-ku. Bu nima degan bo'ldi desa, bir qism odamlar Xudo bizga dunyoda o'zi bir yaxshilik nasib qilsang deb dunyolikni tilaydi. Bu odamga oxiratda hech narsa berilmaydi. Chunki oxiratda ish yo'q odamlar bular. Bunun için ahirette hiç qanday onunla bir narsa berilmaydi. Yani bir türlük adamlar Xudo dunyo va oxiratda bizga yaxshilik nasib qilsang deydigan odamlar bo'ladi. Bu shu ikki turlik odamlarga berilgan javob nima desa, ulayka lahum mimma kasabu. Ularning qilgan ishiga loyiq berilgan narsa. Berilgan narsa. Yani sen şunu bana be Xudo de, tamam. Biz amenna deb turimiz o gapga. Lekin sen uning loyiq bir ishni qilmay turib, u Xudoning tilishing o'sida hech qanday natijaga erishmaydi. Ya'ni insonlarniki bu yer chiqadigan natija nima degan vaqtda duo qilishing, Xudoning tilishing xato emas. Sen bir inson bo'lish sifatingdan duo qilsang bo'ladi. Va lekin duo bilan ish bitirim deyishing hammasi quruq gap. Shuning loyiq ish qilmay turib, buğday termay turib, Xudoyim buğday va qo'y vaqmay turib paxlan yegim ketdi deyishingning hammasi quruq gap degan gap. Shuning uchun u yerda nima degan vaqtda sen shuni loyiq ish qil, uningga sen erishsa degan gap endi. Faqat Qur'oni Karimda bizga duo sohasida
alloh taolo bizga nimqon buyurgan duolar nima degan vaqtda xato, ya'ni ishimizda o'zi xatolik bo'lgan bo'lsa, shu xatolikni xudoning kechirishi, bir xato ishni qilib solgan bo'lsak, uni o'zimiz bilgan bo'lsak, ikkinchi qilmaslik uchun tavba qilish haqida duo qilish. Bu ikki tal duoning o'ziga alloh taolo Qur'oni Karimda buyruqliq. Yani vestagfiruhu innehu kana tevvaba degan oyatlar var. Misal shunga o'xshash nurg'uyada alloh taolodan kechirim so'ra degandek oyatlar var. Bu nima degan vaqtda xatolik o'tkazgan inson Allohdan kechirim so'rash. Yani Alloh va insonning orasida ish bo'lgan bo'lsa, masalan namoz o'qiyolmay qoldi, yoki vaqtida o'qiyolmay qoldi, yoki ro'za tutolmay qoldi. Yani ibodat sohasidagi bundaq bir ishlar bo'lgan bo'lsa, Alloh va inson o'rtasidagi ishlar bo'lsa, u vaqtda Allohdan kechirim so'rash bu bo'ladi degan. Hattoki inson bilan insonning o'rtasidagi ish bo'lsa-mu, u vaqtda o'zi masalan men bir odamning o'zini ranjitib qo'ydim. Ranjitib qo'ygan vaqtda u insondan men o'zi kechirim so'rashim, u o'zi meniki qilishga tegishli majburiyatim bo'ldi. Masalan, uni g'aybatni qilib soldim. G'aybatni qilib solgan bo'lsam, birodar, men sizga g'aybatni qilib solgandim, men sen meni kechirgin desa, bu odamning o'zi meni kechirsa, inson bilan meni oramdagi ish tugadi. Endi Alloh bilan meni oramdagi ish qilib qoldi-da. U nima degan vaqtda Alloh Qur'oni Karimda g'aybat qilmanglar degan buyrug'i bor. Men shu buyruqqa amal qilmaganligim uchun Allohdan onamdan men kechirim so'rayman. Bu yerda o'zi bo'ldi, ama ishni egitildi, men o'zi qoqishib qo'ygandim, o'sha odamdan kechirim so'radim. Tugadi bu ish deyilgan bunday ish yo'q. Allohning qonun prinsiplariga biz amal qilmaganlik uchun uni Allohdan odamdan o halollik turklashlar aytdi-ku, halollik qilib bo'lgandan keyin andikin Allohdan Alloh Xudo endi sen kechirgin desak, u to'g'ri bo'ladigan gap. Shunga nurg'un ishlar bor bu yerda. Faqat hamma narsani mush qadarchilik nemisda bu avjab ketgan, hamma narsani Xudoga otib qo'yish, undan keyin hech qanday bir narsa biz ish qilmasakmi, u YouTube'da bir odamniki duo nima haqi o'g'itayotgan yerini ko'rib qolgandim. Sen mush oyatni o'qisan bo'ldi, ish qilmasang o'zi hech qandaysan o'zi jeningni baqiyverish deb deyotdi odamga-chi. İşte de yolda bakine. Yani sual yoksa sorulap kaldı. Yani bir sualım. Yani bize bayat niyakısılarlıkı toğur iş kılanınki çokum toğur neticesi buludu diyen bir ilgili söyleyip geldiler. Orun programlardan bu tekrarlandı. Bir adam toğur iş kılış şu kadarcık tirişip bazen tətüv kildiğen işler 101'de oylamagan bir yerlerden ziyan kildi, ya ki bir zahmet kildi. Bir kanda buludu. Uçadı o adam ben şu kadar toğru kıldım hem işin cayda ama yanımda bolap kaldı dep özür etişka ya ki tırnak tatlaşka sebep olduğun hayatımızı beşimizi kilidem de. Bunda çağda bunu hem de sınak dep düşünüp geldik. Enenevi düşüncelerimizde. Ve hatta bazı izahatlarda eğer okşaş bir musibet birisine bir işkedenden bir şekilde biri kafir bir Müslüman olsa Müslümandan bir şekilde sınak olurdu, kafirden bir şekilde ceza olurdu diyen şekilde izahatlarını anlap geldik de. Endi bu ayrım bir temi bo'lgan taqdirda mı hazır şu nima itibariyle bir soğun kep kaldı. Sınakla qanday düşündünüz o zaman? Aslında bu dünyadaki insanların hepsinin qıvatqa işi şu sınaqның üstündeki işlerdi. Sınaqның üstündeki qıvatqa işler. Hem bu yerda jiq adamning kallasından o'tmaydigan masalalar var. Çünkü Kur'an o'qib ko'rmagandan keyin Qur'onda bir oyat var. Sura Baqarniki qancha oyat aniq esimda qolmabsa 5 tarafda. İnnellezine amenu vellezine hadu ve nesara ve sabiine men amene billahi vel yevmil ahir ve amile salihan felehum ecruhum inde rabbim ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun diyen bir ayet var. Bu nima degan bo'ldi desa, nurg'un odamlar o'ylaydi. Endi biz shu iymon sohasida nihoyatda murakkab bir iymonlining o'zini o'zimizga nima qo'ygan. Hem Qur'onda bu nihoyat keng doirada, keng o'zi bir o'rinda o'rnaliqlik. Bu nima desa, misol innellezine amenu degan o'zi mu'minlar, vellezine hadu yahudlar,
ve nesaralar yani Hristiyanlar ve sabiine deganning o'zi boshqa dindikilar. Bu yer chik misalda. Her qanday dindikilar degan ma'noni bildirdi. Allohga ishonganda bo'lsa, oxiratga ishonganda bo'lsa, ularning qilgan ishi zoya qilinmaydi. Qiyomat kuni uning ajri berildi deydi. Hmm. Ular qo'rqib qayg'urmaydi deb. Qur'onda buni deylik. Bu nima degan bo'ldi desa, misol musulmonlar musulmon desak nima? Mu'minlar deyli. Mu'min bo'lgan odamning o'zi odatda Allohga hech narsani sherik qo'shmaydi. Sherik qo'shmagan odam mu'min bo'ladi. Alloh taolo ishon degan shu 5 turli narsaga ishongan bo'ldi va uning ibodati sifatida namoz bilan ro'zni o'qigan bo'ldi. Misol. Bu odamni mu'min deymiz. Ve Nesara alçıyor dese mesela Allah Teala nima Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındaki Nesara aldım hemsini öz içine vardı bu Yahudilerin hemsini Uzeyr Allah'ın oğlu deydigan İsa Xudanın oğlu deydigan Sabiin deganning o'zi bütün başka dindikiler. Ben başka dindiki insanlarniki narsalarni ko'rganligim uchun bu yerda bu narsani so'zlayaptimi? Hattoki Buddistning o'zimi odatda o Qur'ondagi min dunillahi degan oyatlar bor. Ular o'zi Allah uni Qur'ondagi tarjimalarda Allohdan boshqa narsaga cho'qingan deb undaq tarjima qilinlik. Asli unday emas. Allohning tövündeki narsalarga cho'qingan degan ma'noni nima to'g'ri chiqadi bunda. Masalan, butlarni, insonlarni shu Alloh bilan o'zining orasiga vasita qilib olgan. Shafaatchilar ashtaq nima qiladi u? Hozir butun o'zi şu Müslüman devatkalındaki %99% desek buldu. Hemmisi peygamberini, mücahitlerini, sahabalarını, özündeki alimlerini, ya özünün pirlerini arlıklı misal vasıt kılıdı. Allah bilen özünün arasında kör rol oynayan kartta. Kıyamet günü bizi şefaat kıldı dep qaraydı bular. Muş insanların hiçbirisini Allah Teala septin çıkarıp atmakçı. Septin çıkarıp atmak. Ular nima deydi dese şirk yaptırış Allah Teala çok günah deyildi de ana özüne. Na çok günah deyildi şirkning özüne. Ama muş adamlar Nasara Hristiyan hemisi Kur'an'da sanap bularning qilgan ishi qiyomat kunisi ham zoya ketmaydiganligi haqida Qur'onda bayon bo'lgan. Qur'on bunda keng doiralik narsada misol. Biz o'ylaymiz, faqat lekin bizgili bo'ladi deymizda, u unday emas. Ya'ni nurg'un odamlar mana shu Yahud Nasaralarning yaxshi qilganlari bor, ular qanday oldu qiyomat kunisi deydi. Alloh Qur'onda javob berdi bunga. Fala xawfun alayhim va lahum yahzanun deydi. Biz nima deya olamiz ona misol? Yani yaxshi ishniki ajri hech bir zaman zoya ketmaydi, yani yaxshi zoya ketmaydi degan gap. Qur'ondagi hukm bo'yicha aytgan vaqtida. Unda sınaqning tushunilishini qisqacha. Sınaqniki nemisi mana bu yerda mayli qanday dindik insonlar bo'lishiga qat'iy nazar, u odamlar yaxshi ish qilgan bo'lsa, bo'libmi Qur'oni Karimda iymonni ham bir o'rin qo'ydi, islomni yana bir o'rin qo'ydi. Bu islom hamda iymon bilan ikkisi nayt o'zi nemisidan o'zi o'xshashmaydi, jiq yerlar o'xshashmaydi. Buning o'zi maxsus bir mavzu qilsak bo'ladi. İman nima, islom nima, shariat nima degan qarta bir mavzu qilsak bo'ladi. Ammo bu yerdagi nurg'un odamlar biz musulmon deydi. Musulmon bilan o'zi mu'min holatdagi insonlarniki Qur'ondagi o'rni ham o'xshashmaydi. Qur'on uningga ayrim nimalarni berganda, misol. Shu oyatdagi narsa nima bo'lsa, ishongan odamlar. Innallazina amanu vallazina hadu deganning o'zi hammasi Yahudi bo'lib Allohga ishongan, Nasara bo'lib Allohga ishongan, Sabiin ve başka dindeki, Budda dindeki olsun, qandaq dindeki insanlar olsun, uniki o'zi orqada butga ishongan, lekin mush but, shu buddizm nima so'rasi nima deydi desa, bu but bizniki o'zi nima duoyimizni shu osmondagi Allohga yetkazdi deb undaq qaraydi. Shunga bizning tariximizda bizning ajdodlarimiz ko'k tangriga e'tiqod qiladi degan shu nima kitob, tarix kitoblarda bor shu. Kök Tengri degan nima desa, bütün kainatni yaratgan Tengriga e'tiqod qiladi degan gapda, podshosini bu yerda Tengrining o'g'li yoki bo'lmaydi, yoki Tengriniki nimasi, binimasi degandek ashundaq nom bilan ataydigan anda holat shakllangan.
Shuning uchun bu yerdagi gapni o'zi kelsak, dunyodagi butun insoniyatni qilayotgan ishi, hayoti, ya'ni sinoqning ustida mangadi degan gap. Bu faqatla musulmonniki emas. Uning uchun o'zi mayli bir musulmon bir o'zi ziyon qo'chirsin, mayli bir xristian yoki yahudi mushriklar ziyon qo'chirsin, uning hammasi o'xshash shu o'zi nimada ishini to'g'ri qilgan, to'g'ri qilmagan bilan munosabatlik, ham uniki ajrisi yoki jazosi qiyomat kunida o'zi Allohning oldida beriladigan narsa. Bu bir masala. Ikkinchisi, alqi aşağıdaki uçurgan nemining o'zi, alqi parakanchilikning o'zi nima desa, qilgan ishiniki haqqi degan gap. Bayatdan shuni deb keldik biz. Haq oldu. Haqqi. Bir odam mashinaning oldiga o'zini ossa, o odamning o'lish o odamning haqqi bo'ladi, misol. O adamga haq oldu. O odamga haq bo'ldi, o odamning ham haqqi bo'ladi. Chunki men ash o'limni qo'lga keltirishim kerak degan qilayotgan ishniki ma'nosi. Kur'an onu demirdi yani. Yeni birisi hem de Allah şirik etmeslik doğruluk. En çok günahının şirik keldi ki eğer şirik kısa Allah'ın hakkıga tecavüz kılgandak bir xil ayetler bağımlı çok doğruluk. Onu kadar düşünümüz oldu. O şirik keltigelikini Allah Teala Kur'an'ın özde şerikten başka günahını keçirilganlığı, şerini keçirmeydiganlığı doğruluk ayetler. Mesela İnnallaha la yaghfiru ay yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha degan ayetler var mesela. Şerini keçirmeydi deydi. Hem de bu adamın özü yani Kur'an'da jaza meseleleri var. Jaza meseleleri neymi degan vaqtida ebedi cehennemde oldu degan ayetler nayet köp yani egelleydi. Lekin bir kısım ayet atıyor degan vaqtida osmon zemin öz bo'lgan muddat ichida muddatkichilik bo'ladi degan o'zi oyatlar bor. Madamat samawati val arz degan oyatlar bor. Bu nimani bildirdi desa, har qanday mushrik yahudi nasara bo'lsa-mu bir mezgil o'zi cehennemde o'zi haqqi bo'lgan jazoning o'zini o'tab bo'lgandan keyin u odamni chiqadi degan ma'no chiqadi bu yerda. Chunki u yerda o'zi ebediylikka kuyib ketgan bunday bir ish yo'q. Ash odamning qilgan ishiniki jazosi tug'ichilik o'zi nimada bo'ldi. Yana o'zi bu xuddi dunyoda bo'layotgan ishlar va misol bir odam bir davlatning qonuniga yoki nim qilib ashada bir jinoyatni o'tkazgan bo'lsa, og'ir bir jinoyatni o'tkazgan bo'lsa, bir qancha odam. Shuningda ba'zanlarga misol bir qancha yillik jazo berilgan bo'lsa, ba'zanlarga muddatlik, ba'zanlarga muddatsiz, ba'zanlarga o'lim jazosi o'xshash bunday jazolar berildi misol. O'lim jazosi berilgan vaqtda uning ba'zanlarga o'lgandan keyin manchilik siyosiy huquqidan mahrum qoldirildi yoki abadiy mahrum qoldirildi degan nurg'un o'z tarmoqlari bor u qonundagi. Xuddi shuningga o'xshash bu qiyomatda bo'lgan jazoning o'zidimi u odamlar jahannam kirsimi, u jahannamga kirgan mushrik kofirlarning ichidami yana ma'lum bir mezgil yoki ba'zanlar undan sal uzg'aroq, ba'zanlar sal qisqaroq degandek har xil shaklda o'ziniki qilgan ish harakatlari qarta, dunyoda qilgan ishi qarta jahannamda jazolanib o chiqadiganlikni Qur'oni Karimdagi ash madamat samawati val arz degan oyatning o'zidan bilib olaymiz yani. Yani ebedi zodi odamning o'zi hech bir zaman jahannamdan chiqmaydigan darajada bundaq jazoniki yo'qligining o'zini Qur'oni Karimmi o'ziniki shu nemizda uch qashqara nim qiliqlik hamdi bayon qiliqlik. Onun uchun bir odam kofir bo'lsin yoki yahudi bo'lsin ebedi u hech bir zaman chiqmay jahannam jazolandi deyishning o'zimi hem bir tarafdan aql mantiqim to'g'ri kelmaydi, hem Qur'oni Karim bu oyatga aslo to'g'ri kelmaydi. Şunu bu yerdeki narsa nima bo'lsa, hech bir insonniki qilgan ishi qiyomat kunida zoya qilinmaydi. Ashu innallazina amanu vallazina hadu degan oyatniki hammasiga qarta biz ma'ni etgan vaqtida mayli qandoq dindagi insonlar bo'lishidan qat'iy nazar u odamniki qilgan ishi hech bir zaman zoya qilinmaydi. Gunohi tugagandan keyin qilgan yaxshi ishining bedliga u odamlar o'zi chiqadi, u jinoyat jazo maydonidan chiqadi degan gap.
Xaldin piha deganning o'zi arablar bunday so'zni jiq ishiltidi. Xaldin piha deganning o'zi uzun muddat o nimada jahannamda bo'ladi degan ma'noni bildirdi. Bu oyatni kelimasi. Halidine fiha abada deb kelgan oyatning to'lisi shu jannatda degan men shu oyatlarda kelamda. Jahannamlikligimi keladi va lekin Xaldin piha degan vaqtning o'zida bu nima desa uzun muddat. Misol mana bu Sulaymon alayhissalomniki voqealigi va Qur'onda Sulaymon alayhissalom jinlarga rahbarlik qilib qilgan vaqtda u jinlar her ko'ldak shundoq o'zi leganlarni yasaydi degan shundoq o'zi nima bor. Legan deganda ko'ldak bo'lmaydi. Arab mamlakatlariga borganlar ko'rganda arablar tamoq yeydigan vaqt keldi bundoq diametr 1 metr keldigan yo undan cho'ng ba'zilari 70-80 santimetr keldigan mis leganlari bor bo'lgancha. Demek o nima desa cho'ng leganlarni yasaydi degan ma'noni bildirdi. Arablarniki bu bir narsani ifodalash usullari jiq sohada andaq bizga bek o'xshab ketmaydi. Bizden başka romanlarını okuyduğun bolsa alamet bir narsani andaq ifodalaydi. Ama onu ameliyat uygun holatda tushungan vaqtida undaq bo'lmaydi o narsa. Ko'ldak legan deganning o'zi cho'ng mundaq leganlarni yasaydi degan ma'no keldi. Xuddi shunga o'xshash Xaldin piha degan vaqtning o'zida uzun muddat turdi u yerda degan gap. Ebedi zaten mango chiqmaydi u yerdan degan ma'no chiqmaydi. Chunki Qur'oni Karimdagi o vaqtida bir oyat, yana bir oyat bilan o'zi qarama-qarshi keldigan gap. Onun uchun bu yerki narsaning o'zini biz nimqa vaqt tushungan vaqtdami mango emas, uzun muddat. Ya'ni o odamlar uzun muddat jahannamda qoladi degan ma'noning o'zida tushunishga to'g'ri keldigan gap. Yeni birisiga Allah'ın rahmeti hamma narsani qapsaydi degan oyatning nimasi bo'yicha hamda o cehennem nima o'ziga olib ketadi. O cehennemde mangu qolib qoladigan nima bo'lmaydi. Allah ularga rahmat qiladi degan ma'no chiqamda. Ha, albatta. Chunki bu yerki narsa nima degan vaqtda dunyoga kelgan insonlar tug'ilgandan tortib to o'lguchilik faqatla askishni qilib bo'lmaydi. Hayotida o insonlarniki nurg'un o'z yaxshi ishlari bo'ldi. Misol, hech bo'lmasa 15-20% yaxshilar bo'ladi o odamniki. Bo'lmadi, hech bo'lmagan vaqtning o'zida. Demakki, o insonlarniki 70%, 80% yomon ishlar qarta o'z jazosini tatgan taqdirdimi? Hamda shu qilgan yaxshi qarta Alloh taolo yaxshi ishi zoya qilinmaydi deb Qur'oni Karimda bayon qilgandan keyin u vaqtda o odamning hech bir zaman o'zi o yaxshini zaten zoya qilib o'tishmi Alloh taoloniki adolatiga to'g'ri kelmaydi yani. Shu bu yerdagi narsa nima desa, ikki oyatning o'zini Xaldin piha bilan madomat samawat val arz degan oyatning ikkisini bir yerga kelgan vaqtida demakki har qanday bir jinoyatchiniki jazolanish muddati vaqtli bo'ladi. Bir mezgil uzun bo'ladi, ba'zilarning yana biroz uzun bo'ladi, ba'zilarning sal qisqa bo'ladi degandek o'zi qancha yil yoki qancha 100 yil ko'ysin, jahannamda azoblansin, u bir mezgil bo'lgan vaqt uni jinoyat tugab, undan keyin o'zi chiqadigan gap edi. Asasen bu alqi Xaldin piha degan o'xshash, mo'sh Xaldin piha abadan degan shu kelima asos jihatdan shu jannat ahllariga jiq ishiltildi ekan-ku bu. Chunki abadiy turadigan yer insonlarniki jannat. Bo'lgandan keyin u jannatga insonlarga abadan degan kelima jiq keladi ekan, ammo jahannam ahllariga yo'q deyarli holatda, misol. Sizin deydiganlar tüydü mü ya benim sualım var kitap. He, tüydü. Emdi malıkı Ca'al hakka ve zehakal batil diyen İsra suresi 81. ayeti. Aşını qanday düşünümüz? Evet, yaxshi. Ca'al haqqu ve zehakal batil innel batile kana zahuqa degan bir ayet var misal.
haq kelgan vaqtda batıl kirdi. Nimishqa degan vaqtda haq kelgan vaqtda batılning ketishi tabiiy degan gapda ma'nosi. Bu e, batıl haqniki qarshisi. Har qanday arabda bir so'z bor. Kullu şeyin yorapu bi azdadiha degan bir nemisi bor. Har qanday narsa o'zining zid, ya'ni qarshisidagi narsani bilan tunigan vaqtda uni yaxshi tuniqli bo'ldi. Deydi, oqni tunigan vaqtda qora bilan, misol, cho'ngni tunigan vaqtda kichik bilan, undaq o'zi nimqa vaqtda u narsani yaxshi tuniqli bo'ldi. Xuddi shunga o'xshash, biz batılni, ya'ni haqni tunigan vaqtda batılni va ikkisini birlashtirib tunigan vaqtda bu o'zi nihoyat yaxshi tuniqli bo'ldi. Ya'ni bu batıl deganning o'zi nima degan vaqtda u uningga halqi to'g'ri bo'lmagan. Misol bir odam bir yaxshi ishni qildi. Yaxshini qilgan bo'lsa, u yaxshi ishqa loyiq holatda uni haqqini bermaslik bizda nohaq deydi-ku buning o'zini. Haq, nohaq degan masala bilan nima qildi-ku? Arablar endi haq, batıl deb qaraydi. Bizda haq, nohaq deb nima qildi. Bu nohaq bo'lgan bo'ldi. Nohaq deganning o'zi uningga to'liq haqqini bermaganlik. Yoki haqqini bermaganlik, yoki to'liq haqqini bermaganlik bu hisoblanadigan gap. Şuna u yerga to'liq haqqini bir odam qilgan ishi qarta to'liq haqqini olgan vaqtda u yerda o'zi batıl, ya'ni to'liq haqqini ololmaslikdan iborat bu narsa tugaydi degan gap endi. Shunga o'zi haq kelgan vaqtda u yerda batıl bo'lmaydi degan vaqtda. Misol, u yerda bir narsa haqiqiy o'zi amillashgan vaqtda nima bo'ldi desa, u yerda batıl, ya'ni nohaqchilik bo'lmaydi degan gap bo'ldi. Çünkü nima qilsa Alloh taolo uchiqdi ekan, innal batil kana zahuqa. Zaten o haq kelgan vaqtda batilning ketishi tabiiy olib keladi. Tamam. Allah razı olsun. Ondan keyin Sure Bakara'nın 42. ayeti var. Ve la telbisul hakka bil batil degan bilan boshlangan. Uni 5-nima deb kirib o'tdilar. Mushuni tushuntirib qo'yinglar. Bo'ldi. Qur'onda shu sura Baqarniki bu 40-dan 43-chi oyat orasida Ya bani İsrail azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati samanan qalila ve iyaya fattaqun. Deganlik oxirsida andikin va la talbisul haqqa bil batil va taktumul haqqa wa antum ta'lamun deydi. Bunun o'zi İsrail avlodlarining o'zini Tevratni evatgandan keyin, Tevratni Musa alayhissalom orqali qilgandan keyin uningga o'zi mush Tevratga amal qilish haqida ulardan va'da olganda, to'rteg'ini ko'rsatib turib, mush to'rteg'ini o'zi xuddi beshinga tashyaptimi deganda qilib turib, o'zi ulardan va'da olgan. Va'dangizga vafo qiling deb. Va yana o'zi uningga va aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum deganning o'zi yana shu Qur'oni Karimning o'zini ko'rsatib turib, men tushungan mush Qur'oni Karimga siz ishoninglar. Chunki nima qilsa u Qur'oni Karim sizlardagi kitobga o'xshash bir kitob. Buningga o'zi birinchi bo'lib kofir bo'lmanglar, Allohning oyatini ozg'in pulga sotmanglar deb kelib Alloh taolo va la talbisul haqqa bil batil va taktumul haqqa va antum ta'lamun deydi. Bu nima degan vaqtda boy deganga o'xshash haqni batil bilan pardozlamanglar. Yana hozirgi vaqtda jiqqo shunday ishlar, masalan, rivoyatlarni, fiqh arablarning hikoyalarini akilib, uni o'zini haq ko'rsatib, o'sha haq din ko'rsatib bizning millatimizga shunday qilgan ishlar nihoyatda jiq. Uniki haq, ya'ni to'g'ri bo'lgan tarafi bo'lsa, mayli. Lekin u batil bo'lgan bir narsaning o'zini haq deb kishilarga bundaq o'zi to'g'rimi shu bizning dinimiz, shu to'g'ri narsa, to'g'ri din deb batil narsani insonlarga to'g'ridan qatorda undaq ko'rsatmoq deydi. Va la talbisul haqqa bil batil va taktumul haqqa va antum ta'lamun deganimiz shu vaqtda sizlar haqni yapgan bo'lasizlar. Bilib turib haqni yapgan bo'lasizlar. Haqni batil bilan yepib, unidagi mana uning o'zini batilni haq bilan yepib, batil narsani haq qilib ko'rsatishning o'zida haqni yapgan bo'lasizlar vaqtida. Bilib turib. Shuning uchun sizlar bu ishni qilmang deydi. Yani bu yerda nurg'un
programmani boshlagan vaqtida programmani nimasi so'zlagan jiq narsa bor. Yana haq turish masalasi, haqni qanday amalga oshirish masalalari, haqqa amal qilish masalalari bu nihoyatda og'ir bir ish. Haq turish masalasimi bak og'ir ish. Men shu tafsir o'qiyotgan vaqtlarimda shu nimaniki Lut alayhissalomniki ayoli kofirlar tarafga o'tib ketdi. Qur'onda bor bu. Masalan, Nuh alayhissalomning bir o'g'li kofirlar tarafda bo'ladi. Nuh alayhissalom qarshi. Bu shu oiladagi bir odamning o'zi shunday bir haq so'zni qilyotsa, shu odamni qandoq shu botil tarafga o'tib oladi deb meniki ichim pushaydi-da. Keyin biz shu programmani qildik. Qilgandan keyin bizga kelib ketgan zulmlar, haqoratlar bu oilada mening bilan tusi bo'ldi-ku. Shu meniki baljaqinlarimning Facebook bo'lsin, Twitter bo'lsin, shu Instagram deymiz, shu narsalarga yezib, sen ash kofirning bolasi, sen ash murtad, murjining bolasi ekansiz deb ashlarga qilib ketgan zulmlar, haqoratlar haddi hisobsiz bo'lib ketdi. Misolda ayolimga bo'layotgan narsalar. Haftalab gap qilmagan kunlarim bo'lib ketdi. Bu botil aqidadagi insonlarda bu qadar rahimsizlik, bu qadar o'z sharafsizlik bu har qanday vaqtda bo'ldi ekan. Payg'ambar alayhissalom va butun payg'ambarlarning zamonasidagi shu sharafsiz insonlarga qarab men hayron qoldim. Bu bizning beshimizga kelgan vaqtda biz payg'ambarchilik bir ishni qilgan yerimiz yo'q. Bu payg'ambardek undaq o'z bir ishni qilgan vaqtda bir kun yashamayotganmiz deb qolaman-da. Misol. Bu qadar yani zolim, bu qadar nomard o'tirg'i chiq shu o'z haqvos shu narsanga o'zi dalil isbotini ko'rsatib o'tirg'i chiq deb necha qadim dedik. Undaq narsani o'tirg'i chiqarmoqlik. Ya'ni bu bundaq bir haqni so'zlab uning maydoni turish masalasimi bu ajoyib o'zi jasorat talab qiladigan shunday bir narsa ekan bu. O payg'ambar alayhissalomniki nima uchun men tog'ni o'zimni aytib olaman deb shunday holat kelib ketishning sababi nima vaqtida bu nihoyat og'ir kelgan masala bu. Bizning xotin bolalarimiz nima ishi bor u go'yilniki misol. Abduqodir Yapcha degan go'yning o'zim deydi-ku, xotinning taloqdan jalobning olisi. Og'zini buzib atdim demoq edi meni. Hayvon. Manga desa mayli, ma gaping xato, ma Qur'ondagi ma delilning sababidan desa u boshqa gap. Bir eg'iz dalil ko'rsatmay turib u yerda meni xotin bolalarim haqorat qildi go'yning o'zi. Odam ba'zi vaqtda shunday demaydi hech qanday bu sohadagi gapni deymiz, lekin odam jiniga o'tgandan keyin payg'ambar alayhissalom qalam so'risi deydi-ku. Hammazim mashshaim binamim, o'tillim ba'di zalik zanim, zamalin va banin deb ashaning o'zida ashi dadisi yo'q xalqi. Nima degan bo'ldi? Bizning tilimizda jalobni olsa degan gap bo'ldi. Shu bir mushrikni ashari shundaq nim qildi. Tabbat yada Abi Lahab degan ashilning o'zini so'zlash payg'ambar alayhissalomga o'ng'ay narsa emas. O'zining tog'isi to'g'riliq. Demak, jondan o'tgan vaqtda inson og'zini buzdigan gap. Biz ularning o'zini bu insonlarimizning o'zini tarixda biz mushuncha ular ziyonini tortib, mushundaq zulm qilib qilishimizning sababi shu diniy sohada nurg'unlagan shu xato yo'lga menib ketganligimizning sababidan bo'ldi. Mushun to'g'rilab olayli. Bütün dini olimlar qo'li Qur'onni olsin. Tamam, zot biz yetkizimiz buning o'zini biz to'g'ri yetkizsa, biz mush minutdan boshlab to'xtaymiz bu ishning o'zidan. Asl to'g'ri yetkizuvasi bizniki maqsadimiz ado bo'lgan bo'ldi. Desak, uning o'zini qilmaydi misol. Bir narsani to'g'ri qildi, nima? Xato qilding, ma'ning o'zi men oyat qarta xato deb bir tal dalil isbotni ko'rsatmaydi. Uningdan keyin bizga shunday haqoratlarni qilib, u menga shaxsan oilaning o'zida, menga shaxsan bo'lmaydi-ku. Bütün oilaga qarta shunday haqoratlarni qildik. Buning nima ishing vasiniki? Shu vaqtdagi payg'ambarlarning ayollari, baljaqlarimi shunday zulmga chidamay, shunday o'zi bo'lgan ishga deb men uningdan keyin tushundim bu ishning o'zini. Bu undaq o'ng'ay narsa emas-ku bu. Bu dunyoda bizniki bir odamdan chiroyli bir gapni anglab o'tishimiz
nayet az sandık insanların anlap ötüşümüz mümkün. Ölüp ketsek bizniki cinazımızı keldiği adamlarını taptaylık. Bizniki muş dünyada kılan hizmetimiz kıyıp kaldı. Millet özüneki milli ruhi kaysın. Özünün Uygur millet ikenligini tunusun. Özü Uygur'u yaşasın. Uygur milli ruhinin özüne kaytırıldıysan. Arapga egeşmey, özüneki rehberlerge egeşsin. Özünün alimlerini hürmet kıldığın bolsun. Özünün vatini, özünün millet için köreş kılalaygan bir ruh özü yetilsin dep bu özü programma kıvatımız. Vatan millet için. Eğer özü aşı batıl din bilen vatan azat olğan aşı olğan bolsa, men yani ağzımni yumup turgan bolattım. Azat oldu mu? Mingilgan, 10 mingilgan insanlarımız muş O'rta Şerqqa çıkıp ölüp ketdi. Nurgun özü ballarımız Xutullah tul qilib nurgun ballarımız egijaqsız olup hazır aşındaq yaşap atqa aşlaba. Bunu qarab atqa adam barmı? Bunu kim vayron qildi misal? Mollul vayron qilmay kim vayron qildi millatni? Mana mushundaq özü insanlarning qo'ldan qutuldirib olishimiz kerak millatni. Desak, sen özü millatni orasiga nim qilding? Bölgünchilik solding. Nima uchun bölgünchilik solmaymiz biz? O batıl xato yo'lga ketayotgan insonning bir qismini bo'lsin bu tarafga olib chiqishimiz kerak biz. Hammani qaytara olamizmi? Bir qismini bo'lsin to'g'ri tarafga olib chiqish nima tortishimiz kerak-ku. Hammasi xato shu xato yo'lda shu g'arq o'lib ketish, to'p ketish kerakmi? Shu xurofotni so'zlaydigan, arabniki hikoyasini so'zlaydigan, mollaning sababidan butun millat yo'q bo'lib ketish kerakmi bu yerda? Twitter'ga, Instagram'ga çıksa aşağının özde sen degan palan murjining, palan murtatning balası deb ballarımga zulm qilishlar bor. Bunda şerefsizlik bo'ladimi dunyoda? Endi sabr qilinglar, hammamiz sabr qilaylik. Hammamizga bularda bu nimalar degandek endi nurg'un endi tarixlarda o'tib ketgan yangilik yaratgan yoki haqiqatni so'zlagan odamlarga nisbatan shundoq zulmlar keladi ekan. Aman yo'q. Chunki ularning az bir qismi aqlni ishlatadi, tafakkur qiladi. Ularning ko'pinchisi Allohga shirik keltirmay ibodat qilmaydi degandek oyatlar bormi shu? Alloh basirat ato qilsin. Ana ba'zi yaxshi inkoslarmi bor ekan hamda bizga malham bo'lg'udak. Bayatin bir qarindishimiz yaxshi inkoslarni beribdi. Uning oldida yana ba'zi inkoslar bor ekan, uni bir o'qib o'tili. Islomdan Shah Mansur degan qarindishimiz ekan. Islomdan nima topdinglar Uyg'urlar? Allohimizdan bizga kelgandilar mehr shafqati zodilar tegmidi debdi. Uning davomi ekan. Bugungi kunda bu rivoyatlardan Uyg'urlarga nima hojati bor? Qani bu dimin millatimizga bo'lgan foydasi? Ko'chman xalqlar umrida bir masjid turg'izmisimi? Mustaqillikni oldi. Uyg'urlar bo'lsa eski chapon, eskicha. Uyg'urlar islom dinidan, Allohdan 1000 yildan ortiq vaqt hech bir yaxshilik ko'rmadi. Bunda tushunchaga ega bo'lganlar bor, shu bularga nisbatan. Bu to'g'ri bir gapchi bu. Chunki her bir Uyg'ur buni o'ylash kerak. Zodi biz islomni islom deb mush narsani qabul qilgandan keyin bizga nima foydasi bo'ldi? Degani o'ylagan vaqtida biz zaten foyda ololmadik. Andan keyin bu islomning o'zini ikkinchi nimada Qur'on ko'rsatgan islom bilan hozirgi an'anaviy islomni bir-biriga selishtirib chiqish lozim. Selishtirgan vaqtda biz zodi Allah ko'rsatgan islom bilan menimtimi tarixdan buyon yoki olmaydi arabga ergishmayaptimi? Buning o'zini tushunish lozim. Uning uchun biz devatimizki bu Qur'onning o'zini biz
Arabning Qur'oni emas, Uyg'urning Qur'oni qilib, Uyg'urga manfaat yetkazadigan bir narsa holatiga kelish lozim. Uning uchun biz bu din orqali qaytadan o'zi Uyg'urniki milliy ruhini uyg'ota oladigan, u Uyg'urni Uyg'ur musulmon qilib o'tirg'i chiqara oladigan bir holatda bir Qur'on holatiga kelishimiz lozim. Har millat u Qur'onning o'zining milliy manfaati uchun o'zi nima qila oladigan, foydalana oladigan bir dastur holatiga kela olishi lozim. O faqatla hamma narsa Arabning manfaati uchun mundaq bo'ladigan bir din bo'lib qolsa, u vaqtda bizga undaq dinning hech qanday keragi yo'q. Misol. Zaten biz bu Taza so'zlayotgan. Endi gaplarni davomlashtirish lozim. gap qilsa. Gaplar üzülüp qoldi. Agar davom bo'lsa deysizlar. Shu bu Qur'onga kelgan vaqtda oxirimizniki degan no'g'ri. Nima uchun degan vaqtda u bir masalan boya degan oyatning o'zini yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya va fil oxirat degan oyatning o'zidimi Alloh taolo qiyomat kuni dunyo va oxiratda Qur'onga ergashib g'alba qilgan insonlarning o'zini isbot qilib ko'rsatdi. Mana Qur'onga ergashgan insonlar g'alba qilgan, sizniki g'alba qilolmasliging bu Qur'onga ergashmaganligining to'g'ri ergashmaganligining isboti deb turib, isbot qildiganligini boyadan birisi deb o'tdik. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtda ash qarindishimizni degandek misolda biz tarixdan buyon Qur'onga ergashmaganligimizning isboti shu. Misol Sutq Bug'roning zamonasida shu qancha minglagan, qancha yuz minglagan shu xalqimizniki o'ltirilib ketishimi islomniki o'zi islomni to'g'ri qabul qilolmaganligining isboti. Nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karimning ichida hokimiyatga bo'ysunib bo'ldi, bu diniy e'tiqodning o'zida u xohlagan e'tiqod turaversa, u hech qanday problem bo'lmaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom zamonasida hokimiyat ostida yahudlar bo'lgan, mushriklar bo'lgan, mo'minlar bo'lgan, shuning hammasi islomga kirgan. Islom degan nima degan vaqtda u shu yerda o'z barpo qilingan tinchlik. Yani tinch bir jamiyat barpo qilish islomning o'zi. Uni din e'tiqodi, millati kim bo'lishini qadar shu jamiyatda tinchlik uchun has qo'shgan odamning hammasi muslim bo'lib hisoblanadi. Mo'min deganning o'zi Allohniki o'z ishonishga tegishli bo'lgan narsaga, masalan, Allohga ishonish, farishtalarga ishonish, kitobga, payg'ambarlarga, oxiratga ishonish degan iborat bu ishonish va namoz o'qish, ro'za tutishni qilgan odamlar mo'min bo'lib qarilgan. Şuna bu yerda payg'ambar alayhisalom zamonidagi bu masalalar kelgan vaqtdami payg'ambar alayhisalom hatto Abu Bakr, Umar u Allohning kitobiga, Allohga, payg'ambarga ishonmagan bo'lsa-mu, lekin shu tinchlikqa qo'l qo'ygan, bo'ldi sizlar bilan bir bayroqning ostida birga yashaymiz deb qo'l qo'ygan insonlarning hech birisini o'ltirmaganlik, birga yashaganlik bu dalil isboti bor bu yerda. Bunun o'zi bo'ldi desa, bizning vatnimiz kelgan vaqtda iymon etmaganni o'ltirish, murtad bo'lganni o'ltirish, muhakaza degan bu fatvolarning hammasini chiqishi nima degan vaqtda u mo'llulniki shu vaqtda bizning millatga solgan ziyonkashligi yoki shu vaqtda Abu Nasr Samani degan odam kelibdiki, shu Abu Nasr Samani degan odam ashuna yomon niyatga kelganliginiki isboti hisoblanadi. Ya'ni biz yig'ib aytgan vaqtda islomni qabul qilgan tariximizdan boshlab bu narsaning o'zini to'g'ri qabul qilmaganmiz. Qur'onni qabul qilmay, Arabning hikoyasini, ash Umayya, Abbosiya sulolasi zamonida yozilgan fiqhning o'zini qabul qilganmiz. Bizning ajdodlarimiz. Uning uchun bizniki vayron bo'lishimiz mushorat kelgan.
Eğer biz Kur'an İslam'ı kabul kılgan bolsaydık, o vaqtda birisimizni öldürmegen bolatdyk. Hattoki şu tarixda Kucha İslam'ı kabul kılıştım burun sengan aşu Budda nemesinin özü aşu Kızıl'ın öyle demek o değil mi? Ahmet yapıp gitti. Ya ama benim avazım üzülüp kaldım ya. Üzülüp kaldı. Kızıl'ın He. oyuna girmek işte. Şu mesela Kucha'da aşındak 15-20 metre igizlikte aşında Butkalının boğallığı şu vaqtida keyin İslam'ı kabul kılgandan bütünlüğü şu Butkallı hemiz çekilganda Bo'lmasa Kabe'nin özü neydi Peygamber Aleyhisselam Kabe neymi Mekke'ni fethi kılıştan burun Kabe'nin özü butkan idi. İçinde 360 tane butu var dep hem yer yazıklık ko. Butni açık talağa taş ötüp lekin onun özün mescid kılып aldı. Mescid haram dep ataldı hazır. Misal. Mesela şu vaqtın özünde şu ecdatlarımız sağgan aşındaq 15-20 metre igizlikteki şu butkanındaki içindeki butni açık taş ötüp lekin onu cami kılып algan bolsa buluvergan gap hazırkı vaqtda asarat etimiz oldu onu estigen gap. Demek ki bu dinning özünde hata bir narsani din deb qabul qilib olgandan keyin bizniki tariximiz, madaniyatimiz, urf-odatimizni tortib bizga selayotgan ziyon haddi hisobsiz ziyon solgan misol. Hattoki milliy ruhimizga solgan ziyon. Uyg'urda qolib bo'lgan men musulmon deb o'zini qilib ketgan, Uyg'ur deyishni nomus qildigan mundaq bir holat shakllanib ketishlik insonlarda. Bundaq bir qarqoslaq qolamdı. Bundaq qandaq bir nem boldu misal şuna özü? Qandaq insonlik oldu bu? Şuning uchun bu yer nima degan vaqtda bizning xalqimizniki dindan yomonlash haqqi bor. O din bizga nima yaxshisini keldi deyish haqqi bor. Chunki zodi tariximizda islomni qabul qilgandan tortib hozirgachilik bir imperiya qurgan bir millat hozir yo'q bo'lish girdobga kelib qolishning sabablari hammasi nima degan vaqtda 70% ama şu dini sahada. Çünkü o ziyali degan tungün paydo bo'lgan narsa o. Şuna bu yerdeki nima degan vaqtda asosan bu dinni qabul qilgandan keyin bu molla davomli millatni xurofiylikqa, tarki dunyolikqa chaqirib yurib, millatni maholatga keldi. Hozir shu kesikdan chiqqin ma to'g'ri yo'lga desa, chiqolmay yurdi ashada. Her ziyalili var. Aş mollaning aşağıda o'zi xato gapni qismi 5'ini ichiga tiqib o'ltirdigan gap. Şu insonliq degan bu xato bo'lsiniki deydigan ikki odam o'tirib chiqmaydi. Bu qandaq bir insonlik misol. Nime? Tamam. Allah razı olsun. Hem de anınga okşaş sual koyganlar ba, onunga bir qator cevap berip ötdiler. Yeni birisiga adamning ko'nglini xushal qildigan inkas yozganlar ba. Şu Nig'mat Veli degan bir qarindishimiz banda debdi. Qilayotgan xizmatinglardan millat rozi bo'lg'usi. Rahmat sizlarga. Aqli hushini yo'qotgan odamlar bo'ladi ekan, haqiqatning kimda ekanligi, qo'llovchilarining oz ko'pligi bilan aloqasi yo'qligini biladi, debdi. Uningdan keyin aramizda shundoq odamlar borki, ularning ichi har zamon ochiq, hasadga to'lgan bo'ladi ekan. Zahirni kimga yaqin kelsa, shuningga chechib turmasa kuni o'tmaydi ekan, debdi. Yana birisida, yana shu birodar, ular oyig'i yetgan joyda kishilardan qusur izlab, kishilar ko'ngliga azor berib, shuningdan huzur oladi ekan. Ko'zi tushganla ish bo'lsa, shuningdan putoq chiqarib, ichidagi zahrini chashqisi keldi ekan, debdi. Bu shu asosan shunday ishlarning nimasini debdi-da. Ko'zi tamam. Uni
okup öttük. Burnunu tıkkan burnunu tıkkan iken. Meningçe sizler şu mening ras keselige giriptar bolgan janawarlarning bildirlaşlarına itibar bermeseňler yaxşı. Bu türdekilerning bildirlaşlary to'g'ri qilishga faqatla arzimaydi debdi. Bizniki Nimet Veli qarindishimiz de razı olsun, Allah razı olsun. Bu qarindishimizning To'g'ri, gap endi bo'lsa deb qo'yibdi. to'g'ri gaplar, lekin biz inson bo'lish sifatimiz bilan o'zimizga haqorat qilinsa tamomda. Bizniki mushu bizning so'zlaganligimiz sababidan bizni baljaqimiz, urug' tuqqanlarimiz haqoratga uchrashi bu qandoq masala misolda. Ularniki hech qanday jamiyat qilgan gapi bo'lmasa, sen o'zi deydigan gaping bo'lsa, bizga desin, bo'ldi. Dalil isbotni akasin, to'g'ri bo'lsa, mushad omanna va saddaqna deb o'zi butun jamoatni oldida uning o'zini deb kechirim so'raymiz shu odamlardan. Sen bir og'iz gapning o'zini qilmay, u yerda butun o'z insoniyatga qarshi turib, insonning o'zini bizni xudni bilmaymi shu o'yinligi, misol. Voy, zo'aning. Og'izdan endi oqmagan po'q oqqis kelib berdi. Ammo bu bizga yarashmaydi bu narsa. Buning uchun odamlar degisi kelmaydi. Qur'on Karimda bir oyat vardı. Onu biz destek qilib turolmayli. Biz zulm bo'shirganlar og'zidan ba'zi gaplar chiqdi hamda bilib turatimiz. Allah hammamizni kechirsin. Başqa savollar ularga javob berdik. Haq va botilning biz bilan munosabati nima uchun haq bilan botil orasida tanlashga muhtojmiz? Karimiz bo'lmiz qandoq bo'ladi? Haq bilan botil masalasida bizning qandoq majburiyatimiz bor? Onu deb o'tdilar, ching turimiz dedilar. Biz haqda ching turmaganligi uchun mushunga ikki og'iz biz nima qilib qo'yay, oxirgi qeptiki. Biz haqda ching turmaganligimiz uchun mushkun qilishimizning sababimi ashundan bo'lgan. Misolda, bo'lmasa haqda ching turgan bo'lsa-dik, u vaqtda nima to'g'ri, mayli kimning gapi bo'lishini qat'iy nazar. To'g'riga to'g'ri, xato muomala qilgan bo'lsak, bu yerdagi o'zi o'tirda ashundaq qalaymaqan so'zlar yurgan ash mollaning bu hozirgi zamonning o'zida bu qadar xo'rga o'sib ketmagan bo'ladi. Xato gap qilgan vaqtda ashada haqni so'zlarga ishga adam bo'lsa, nima deyapsa, ey? Degan gapni o'tganda anglab meniki necha kun uyqum kelmadi. Alloh taolo bizni hatto payg'ambarlardan yaxshi ko'rganligi uchun bu hozir Xitoyning qilayotgan zulmni bizga ravo ko'ribdimish. Bu qanday gap bo'lib ketdi endi bu? Bizga qanchalik zulm qilsa, u Xudo shunchalik yaxshi ko'rib ketganda. Mushuni bir mollaning o'zi desa, ashada qancha o'nliga, qancha yuzlagan insonlar bor-ku. Ey, nima deyapsan va go'yay? Biz Xudoning chapini yetib o'tibdikmi yo tamlig'ini evibdikmi? Deydigan ikki og'iz gapni qilmaslik edi. Bu qanday insonlik misol? Xudoga biz qas jinoyat o'tkazganligi uchun Xudo bizni bunday narsaga mubtalo qildi-ku. Demak, Xudoning hech qanday ishi yo'q buning bilan. Ya'ni Xudoga atib, Xudo berdi bizga, ya'ni rahmat mush zulmni berganiga demakchi ham adam. Millatning o'zini ashni qanoat qildirib, texim zulm tassang, texim bek savob bo'ldi demakchi-da. Ellik nima deydi desizdik ha? Allah en yaxshi ko'rgan insonlarini en mushaqqatli imtihan bilan sinaydi. Şuna biz degan yer yuzidagi en baxtli, en taqvo insonlarimiz. Bizning e'tiqodimiz chin bo'lg'achqa Allah shundoq bizni sinovati deb Allohning zolimga, zulmga nima ko'rsatadi-da. Bularni ishongan Allah qanday Allohim shu. Shuningga millat bularning og'zidan chiqqan narsani din deb qaramaslik lozim. Din Qur'onda, boshqa hech qanday yerda din yo'q. Uning uchun o'zi unda qalaymaqan so'zlar ekan, saqlab olsin, bo'lmasin, unda qadam so'zligini hech qanday Qur'onga asoslanmagan narsaning hech birisiga
din dep qarmaslyk lazım. Boldy, ýani keçilip getsek, hazır nurga adam tillap atgandaý durumuz. Emdeliki sili bizle üzümüzge çakırmadık. Biz şu Kur'an'a çakırdık. Kulağınlı gibi Kur'an'ı elinle ey insanlar, bu alaka din adamları gelmez. Allah'ınki kelamıga, Allah'ın kitabıga, Allah'ın vehisiga, onun birden bir vehisi Kur'an, ondan başka vehiy yok. Aklınla işitinla, Sürü Yunus'un 10. sürünün 100. ayetinde, mehlukatlar içinde, canlıklar içinde, en eşeddi peskeş nerse aklını işletmeyenler, aklını işletsenler, şengildi bu Kur'an'ı. Bir şuna bir okunla cenim, kıyrandaşlarım dedik. Yani şu gibimizge, hem muşunçelik talabette kılvatımız, kağınemde, hak batıl yolunda tallaş, hem insanlık özünün ihtiyarlıqdaki iş, cevabını üzü berdi. Biz deydiganda dep koýdyk, beşimizin nime käsi körümüz hem şu. Kağını halyk özü Kur'an bilen küzünü içip, aklyny beşige elip, başgalarının kuluga, burnudan çölök ötküzüp tutkuzup koymay, üzünün iradesi bilen haqiqi la ilahe illallah dise, buladı başka bir iş yok hem şu. Biz bunundan payda tapmayımız, bunundan bir pul tapadıgan bir yerimiz yok hem şu. Hemmimizin tapgan näs özümizge hiç aşılı. Doğru. Ahmetcan başka gep söz bolsa kılınla, bolmasa bek 2 saat bulup keledi dediňe. Boldy. Meýlemse. Hemmimiz sabır kılaýla. İnnallâhe ma'as sabirin digen ayetni bir-birimizge inşirah, bir-birimizin kalbige bir inşirahlyk, azady kıldygan, huzurga çykyrdygan bir-birimizdinki destekçisi, yardımçısı bolup ötümüz inşallah. Allah razı olsun. Fidaýla ikramdynma. Allah razı olsun. Rahmetlik ustaz. Boldy, Allah'a emanet. Allah'a emanet. Dawaz kadarly gyryndaşlar, bugünkü Kur'an'da nazary programımyzdaki 75-nji sany ýene mişede tügedemde inşallah. Keyinki sanlyk programda 76-njy kysymda görüşämiz. Yaxşı görgen bolsaňlar gyryndaşlarga tawsiýe kuýuňlar. Biz üzümizge emas, Kur'an'a çakırwatymyz. Kur'an'ny kulağınlyga eliňler, okuňlar, düşünüňler, amel kılıňlar. Allah'ın özüge emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanet.